Qur'oni Karimda 3 ta oyat bor ekan. Salatu ayatin ahris ala qira'atiha sabaha kulli yawm. Har kun tong otganda Qur'oni Karimdagi 3 oyatni o'qishlikka har qanday mu'min musulmon qiziqsin, harakat qilsinki, va satara ajaban fi hidayati avladika inshaalloh. Farzandlaringizni kelajakda hidoyatini, to'g'ri yo'lda yurganligini ko'rib, ajib bir rohatni siz ko'rasiz debdilar. U qaysi oyatlar? Birinchisi: Robbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu va aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ikkinchisi: Robbana hab lana min azwajina va dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Uchinchisi: Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Sadaqallohul azim. Shu 3 oyat Qur'oni Karimda qaysi bir ota-ona yoki endi ota-ona bo'lmoqchi bo'layotgan ota-onalar har kun tong otganda yo bomdoddan avval yo bomdod namozidan keyin shu oyatlarni o'qib Allohga duo qilsa, u ota-onalarga shunday hidoyatlik, taqvolik, diyonatlik, Allohdan qo'rqadigan solih farzandlarni Alloh nasib qiladi. Farzandlarni hidoyatini kelajakda ota-ona ko'rib turadi, deyapti.